Assalomu alaykum azizlar. Bugun so'z va tasvir loyihasining navbatdagi soni va bugungi bizning mehmonimiz Yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoir Alisher Nurboyev. Alisher aka, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat, sog' bo'ling. Mana bugun juda ham havo ochiq. O'zbekistonimizda butun O'zbekistonimizda yoqqan oppoq qor o'ylaymanki hammamizga xush kayfiyat olib keldi, to'g'rimi? Albatta bu qor oqlik, poklik, undan keyin rizq baraka. Mana shu qor yog'sa, qish kelsa, bu dehqonchiligimizda baraka bo'ladi, suv mo'l bo'ladi. Mana shu bizning O'rta Osiyo sharoitida o'sha qorning yog'ishi, yomg'irning yog'ishi juda ham yaxshi tabiat hodisasi. Alisher aka, endi savollarga o'tsak, sizni baxshi shoir Ergash Jumanbulbul o'g'lining avlodi deyishadi. Shu haqda muxlislarga to'liqroq ma'lumot bersangiz va biz buni bilamiz, muxlislarimiz ham to'liqroq ma'lumot olishini xohlardik. Rahmat, yaxshi savol berdingiz suhbatni boshidan. Darhaqiqat Ergash Jumanbulbul o'g'li Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Qo'rg'on qishlog'ida yashab ijod etgan katta baxshilar avlodidan bo'ladi. Uning ota-bobosi baxshi o'tgan, 7 ta ota-bobosi baxshi o'tgan, butun dunyoga dang taratgan baxsh shoirlardan desak adashmaymiz. Endi Ergash Jumanbulbul o'g'lining o'sha Qo'rg'on qishlog'ida yashagan marhum Sovet darsliklarida o'sha marhumning Ergash boboning avlodlari qolmagan degan noto'g'ri ma'lumot berilganda. Lekin aslida unday emas. Qo'shni qishloqqa tushgan Ergash boboning Zarbubu degan qizidan 3 ta nabira qolgan. O'zi Qo'rg'on qishlog'ida yashagan, o'sha Qo'shrabot tumanidagi Qo'shtamg'ali qishlog'ida Zarbubu ismli qiz bo'lgan, qizi qolgan. O'sha qizidan Abdug'ani Turdimov, Oliya bibi Turdim qizi Nurboyeva, Hanifa bibi Turdim qizi mana 3 ta nabira qolgan. Mana shu men Baxshiyona ohanglar degan kitobimda o'sha Ergash Jumanbulbul o'g'lining ijodkor avlodlari, kichik shajara degan narsani manbani keltirganman. Bu manba aslida Xodi Zarifning yaratgan manbasidan olingan, faqat qisqartirib shu Ergash Jumanbulbulning ijodkor avlodlari degan nimani keltirganman, kichik shajarani. Agar gapiradigan bo'lsak, mufassal muxlislarimizga ma'lumot beradigan bo'lsak, mana Abdug'ani Turdimov, mana bosh farzandi bo'lgan Zarbu enamizni, uning Shomirzo Turdimov va Bekmirzo Turdimov degan o'g'illari va qator qizlari bo'lgan. Endi Shomirzo Turdimov respublikamizning yetakchi folklor olimlaridan, filologiya fanlari doktori, mana Toshkentda yashab ijod qiladi. U kishining akasi Bekmirzo Turdimovning o'g'li Jamoliddin Turdimov ham o'sha olimlik rutbasini davom ettirib, hozir filologiya fanlari nomzodi bo'lib, ilmiy dissertatsiya yoqlagan, Toshkentda ijod qiladi. Yana mana uni ijodkor avlodlarini nima qiladigan bo'lsak, mana Oliya bibi Turdim qizi Zarbu enamizning qizi bo'ladi, mening katta onam bo'ladi, dadamning onalari bo'ladi. U kishining ham mana o'sha avlodlaridan shoirlar, jurnalistlar, yozuvchilar yetishib chiqqan. Mana Shukur Nurboyev meni amakim bo'ladi, rahmatli jurnalist bo'lgan, O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi a'zosi, Beruniy mukofotining laureati bo'lgan, qator yillar haligi matbuot nimalarida ishlagan, sohasida faoliyat yuritgan, Samarqand, Navoiy, Jizzax viloyatlarida faoliyat yuritgan keksa avlod vakillari bu kishini juda ham yaxshi tanishadi. Undan keyingi amakim Abdusaid Nurboyev avval Samarqand viloyatida, keyin mana Toshkent shahrida ijod qilganlar. U kishi ham 1 yil bo'ldi, 1 yildan oldin dunyodan o'tdilar. U kishi O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, 4-5 ta kitoblari chiqqan, O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi a'zosi. Mana shu katta mana ijodga mana o'zini katta hissasini qo'shgan, juda ham nima deydi? Oqtovni, Qoratovni, o'sha Ergash boboning aytimlarini nima qilib o'sha kuylab o'tgan. Undan keyin mana men ham mana shu avlodning davomchisi bo'laman. Oliya bibi Turdim qizining o'g'li, ikkinchi o'g'li Ibrohim Nurboyevning o'g'li bo'laman men, Alisher Nurboyev. Viloyatdagilar men tanish bilishlarim ko'proq Alisher Nur nomi bilan nima qilishadi, bilishadi. Endi men mana shu shajaramizni keltirib o'tdim, shu evara hisoblanaman, 4-avlod hisoblanaman. Bundan juda ham g'ururlanaman. Aslida mana Hanifa bibi Turdim qizi dedik, 3 ta nabirasi, undan ham avlodlari bor. Mana Soliha xolamizning farzandlari, nevaralari bor. Hisoblasangiz 100-150 ga yaqin shu Ergash Jumanbulbul o'g'li mana shu Zarbu enamizdan nima qilgan, tarqagan o'sha avlodlari bor. Lekin kamchiligi o'zi ijod bilan shug'ullanadi. Qolgan nimalarimizda ham mana nevaralarda ham yozayotganlari bor. Endi agar ular eplab ketishsa,
nima qilishsa balkim ulardan ham yaxshi shoiralar, jurnalistlar, olimalar yetishib chiqar, endi buni kelajak ko'rsatadi. Yurtimizda baxshichilik san'atiga juda ham e'tibor kuchli yurtboshimiz tomonidan va shu o'rinda biz ham sirdaryolik baxshilar avlodi ekanligingizdan va Sirdaryoning shoir o'g'li ekanligingizdan biz ham faxrlanamiz albatta. Bilasizmi, bolalikda baxshichilik rivoyatlarini eshitganingizda qalbingizda ilk she'r urug'i qaysi onlarda kelgan deb o'ylaysiz? Albatta sizning avlodingizda, sizning qoningizda baxshilar qoni oqmoqda. Shunday ekan, aytishadi-ku, qon suradi, shoirlarning bolasi ham shoir bo'ladi. Ba'zan hollarda endi sizda qanday? Endi bu ijodingiz haqida gapirsangiz. Bu narsada men yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Ana shu savolga javob berish davomida shu Ergash bobomiz, Ergash Jumanbulbul o'g'li 1937-yilda may oyida dunyodan o'tadilar. Shu dunyodan o'tar chog'ida shu kasallikdan vafot qiladilarda, shu nevaralariga aytar ekanda. Shu farzandlarim, atroflaringda sher qushi uchib yuradi. U kimningdir boshiga qo'nadi. Bu ketib qolmaydi. Bu avlodning o'sha sher qushi, shu so'zga chechanligi, biyronligi, baxshiligi, shoirligi, lekin men uni ayta olmayman. Meni shu katta onam Oliyabibi Turdimqizi o'sha nimalarni menga ko'p aytib berardi. Biz shu Qo'shrabot tumanidagi Tepalik qishlog'iga, ota qishlog'imizga yoshligimizda borganimizda biz nevaralarni qator qilib yig'dirib hammamizga she'r aytardi-da. Keyin aytardi-da, bular hammasi shoir, mana xudo xolasa bulardan ham shoirlar chiqadi, yozuvchilar chiqadi deb ko'p bor ta'kidlardi, xursand bo'lardi. Shu farishta omin degan ekanmi bilmadim o'sha. Men ham mana shu bugun hozir mana shoirlik nimasida ijod qilyapman. Sirdaryo viloyatida hozirga qadar 5 ta mualliflik kitobim chiqdi. Yana 4 ta 5 ta she'riy to'plamlarda she'rlarim chiqdi. Jurnalistika sohasida ham mana 4-5 yildan beri gazetada ishlayotgan bo'lsam, 300 dan ortiq maqolalarim e'lon qilindi ommaviy axborot vositalarida. Garchi o'zim iqtisodchi bo'lsam ham, baribir borib o'sha nima deydi, o'sha qon tortadimi, gendagi o'sha ruhiyat bilan bog'liqmi? Shu narsa menda kuchlilik qilib hozir butunlay ijod sohasiga o'tib ketdim. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, 1971-yilda Bulbul taronalari degan to'plam rukun ostida shu Ergash shoirni dostonlari chiqqan, qator dostonlari. Bizni uyimizda shu men Sirdaryo viloyatining Mehnatobod tumanida katta bo'lganman. Hozir Xovos tumaniga u tuman qo'shib yuborildi. Xovos tumanining Mehnatobod hududi deb yuritiladi. O'sha yerda yashaganmiz. Dadam rahmatli menga shu Ergash boboning kitoblarini olib kelib berganda va boshqa baxshilarni ham dostonlarini olib kelib bergan. 9-10 yoshlarimdan boshlab men shu dostonlarni qayta o'qiganman. O'sha paytlarda o'shalarni men yodlab olganman. O'sha she'riy yo'lda nima qilib, hozir endi baribir yillar o'tgandan keyin shunga ham 40 yildan ko'p o'tdi-da. O'sha yoddan ayta olmasligim mumkin o'shalarning, lekin ma'no mazmuni, o'shalardagi hodisalar, qahramonlik, masalan, jihatlari, muhabbat, vatanga sadoqat, u yerdagi xoinliklar, yaxshilikning, ezgulikning yomonlik ustidan g'alaba qilinishi, o'sha mening murg'ak vujudimga o'sha she'r ilhomini solgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'sha maktab davrlarimda shu 11 yoshlarimda shu she'rlar yozib nima qilganman, she'r yozib boshlaganman. Demak, nafaqat ilhom, balki ko'p o'qish, ko'p ijodlar bilan tanishish kerak. Ko'p baxshilarning she'rlarini o'qiganingiz ham bugun sizni Alisher Nur bo'lishingizga demak juda katta ko'mak bergan ekan. Bobom ruhimda she'r aytadi desangiz, u qaysi so'zlarda namoyon bo'ladi? Endi bu bobom ruhimda she'r aytadi deb men xayolan tasavvur qiladigan bo'lsam, birinchi do'mbiraning sadosi meni quloqim ostida jaranglaydi. O'sha bobolarimiz solgan sibizg'a ohanglari meni quloqim ostida jaranglaydi-da, o'sha baxsh aytayotgan dostonlar quloqimda jaranglayveradi. O'sha o'qigan narsalarim, o'qigan dostonlarim, rivoyatlarim, matallarim, ertaklarim, aytimlarim, o'sha termalar shu bobomni timsolida menga o'sha namoyon bo'ladi. Mana hozir aytdingiz, do'mbiralar chalinishi, sibizg'alar ovozi dedingizda, o'zingiz ham do'mbira chalishni yo sibizg'ani, kuyni chalishni bilasizmi? Yo'q. Hech qiziqib ko'rdingizmi do'mbira chalishga yoki
qiziqib ko'rgan bilan, lekin odamga xudo yuqtirmasa Xurshidxon u narsani foydasi yo'q ekan. 2012-yilmida adashmasam, 2012-yilmida Umurzoq O'ljaboyev domlani 70 yillik yubileyiga kelganda Abdulla Aripov bilan bir suhbat qilgan edik. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni. Shunda marhum shoirimiz Anvar Tog'ayev mana bu yigit Ergash Jumanbulbulning evarasi bo'ladi deb tanishtirganda, keyin shu Abdulla aka hammani qo'ydida shu men bilan suhbatga kirishib ketdi. Ikkalamiz ancha suhbatlashdik, 5-10 daqiqa suhbatlashdik. Shunda Abdulla aka ham shu savolni beruvdi-da. Senda haligi baxshichilik bormi? Do'mbira chalasanmi yo chanqovuz chalasanmi deganda, yo'q, men unaqa narsa chala olmayman. Faqat shu zamonaviy she'riyat shu ko'proq shu baxshichilik ohangida ham she'rlar yozaman deganimda, ha mayli, yozaver. Muhimi o'sha bobongni nimasini yo'lini davom ettiryapsan deb aytgan edi-da. Endi hamma narsa uchun shu Xudo yuqtirish kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Do'mbira ham, sibizg'a ham, chanqovuz ham bu bizning milliy sozlarimiz. Ming yillardan beri kelyapti, uni sadolari kelyapti. Chanqovuzni ham ovozini eshitgan inson bilasizmi? To'xtaydi-da, to'xtab tinglaydi uni ovozini. Nimadir borda. Nimadir bor o'shanda, nimadir bor. Alisher aka, mana siz ijodkorsiz. Siz uchun sukut nima? Tinchlikmi yoki u og'riqmi? Baribir ijodkor nimadandir ta'sirlansa, she'r yozadi, kimdir ko'proq sukut bo'lgan paytida ilhom keladi. Kimdadir juda qattiq og'riq yoki qalb yarasi bo'lganda mana shu ijod kelishi, ilhom kelishi bo'ladi. Sizdachi? Rahmat. O'sha dardi bor odam she'r yozadi-da. Quvonchi bor odam she'r yozadi. Xotirjam turgan odam ijod qilishi unchalik men kuzatmaganman, balki ijod qilan, menda unaqa emas. Endi sukut. Odam sukut saqlamasa chegaradan chiqib ketib qoladi. Ijodda ham, hayotda ham. Bu sukut bu g'azabni jilovlash kerak. G'azabni jilovlash deb men tushunaman-da. Agar inson o'sha g'azabni jilovlay olmasa, o'sha sukut saqlamasa, aql bilan ish qilmasa, u she'riyatda bo'ladimi, yo jamiyatning boshqa sohasida bo'ladimi, har qanday sohada ham u xatoga yo'l qo'yadi. Shuning uchun shu sukut saqlash kerak deb o'ylayman. Demak, sukut aql bilan bog'liq. Albatta. Biror she'ringiz tug'ilgan lahzani eslasangiz, u so'z sizga keldimi yoki siz o'sha so'zga bordingizmi? Rahmat, yaxshi savol. To'g'risi, savollarimiz ruhiyat bilan bog'liq. Rahmat. Endi she'r avval keladi-da. Quyma bo'lib keladi odamga. Undan keyin so'z orqali u qog'ozga tushib, tasvirga, masalan, nimaga aylanadi u. Keyinchalik shoir uni, ijodkor, masalan, tahrir qilishi mumkin. Lekin baribir u she'r oldin keladi deb o'ylayman. Aynan qaysi daqiqalarda keladi sizga? Tongda, subhdami yoki tunlarimi? Endi shu she'rlaringizdan birortasini aytib bersangiz, biz jon quloqimiz bilan tinglagan bo'lardik. She'r albatta odam g'alaqorda ham yozishi mumkin, lekin ijodkor o'zi osoyishtalikka tushgan paytda she'r yozadi. U tong bo'ladimi, tun bo'ladimi yoki bu kunning boshqa nima fursati bo'ladimi? Lekin baribir insoniyatda ko'proq tunda, tongda sukut bo'ladi-da, sokinlik bo'ladi-da. Shuning uchun shu ijodkorlar ko'proq o'sha nimada. Demak, bejizga sizga sukut haqida savol bermoqman, a? Albatta, sukut saqlamagan odam, o'sha sokinlikni bilmagan odam qanday ijod qiladi? To'g'ri. Baxshichilik og'izdagi olov, she'riyat esa yurakdagi olov deyishadi. Sizning olovingiz bugun qayerda yonyapti? Endi ikkalasi umumlashgan holda bo'ladi menimcha. Ikkalasi umumlashmasa, u baribir yurak bilan o'sha nima tildagi nima chiqayotgan narsalar ikkalasi umumlashmasa, mujassamlashmasa, u ijod bo'lmaydi menimcha. Mujassamlash kerak deb o'ylayman. Oxirgi yozgan she'ringiz qaysi? Oxirgi yozgan she'rim, agar mumkin bo'lsa bizga aytib bering. 21-oktyabr kuni Chunki ijodkor umuman ijod qilishda Sirdaryo qo'shig'i degan she'rni yozdim. Undan keyin 30-noyabr kuni Qo'shrobotim degan she'rni yozdim. Oxirgi shu ikkita she'rim. Endi yoddan bilmayman-da ularni. Aytib berasizmi yo Qo'shrobotimmi? Hozir buni menga savolda nima qilmabsiz-da? Menda hozir
Sirdaryo qo'shig'ini ham ikkalasini ham qog'oz varianti yo'qda. Keyingi safar nima qilganda balkim aytib berarman. Unda men aytib bera qolay. Bir she'ringiz bizga yoqdi. Sog'inaman. Asov shamol esaverdi yo'llarimda. Guldastalar uvol bo'ldi qo'llarimda. Armon ustun o'tib ketgan yillarimda. Sog'inaman sevgilimning yuzlarini. Unutmayman jodu to'la ko'zlarini. Faryod chekdim, qulab tushdi orzu tog'i. Iforiga to'ydirmadi sevgi bog'i. Yuragimni yaraladi ishq titrog'i. Sog'inaman sevgilimning yuzlarini. Unutmayman jodu to'la ko'zlarini. Tushda ko'rdim sochlarining tolasini. Yetaklagan ikki go'dak bolasini. Eshitmadi yuragimning nolasini. Sog'inaman sevgilimning yuzlarini. Unutmayman jodu to'la ko'zlarini. Oy ham yuzin yashiradi qaro tunda. Quyosh nuri begonadir yorug' kunda. Baxt uyining kalitlari axir unda. Sog'inaman sevgilimning yuzlarini. Unutmayman jodu to'la ko'zlarini. Topolmayin ul go'zalning kulgusini. Ko'z yoshlarim yuvdi hijron qayg'usini. Men yo'qotdim muhabbatning ko'zgusini. Sog'inaman sevgilimning yuzlarini. Unutmayman jodu to'la ko'zlarini. Shu o'rinda savol tug'iladi. Albatta shoir xalqi kimnidir sevadi yoki o'zini yorini yoki xayolotini. Bir ustoz bilan suhbatlashganmanda, to'g'risi hozir shu esimga tushib qoldi. Ustoz, sevgi haqida juda chiroyli she'rlar yozasiz. Sevgilingizga erishdingizmi, yetishdingizmi yoki yetishmadingizmi? Bu qalbingizdagi g'alayon nimadan deganimda, sevgilimga yetishmadim degandida. Keyin o'ylaganman, demak yetishmagandan shuncha firoqdi. Bu sevgini firoqimi, nimani firoqi? Endi ishq bu juda ulug' tushunchada. Ishq endi birinchi insonning ishqi haqiqiy ishqi Allohga bo'ladi. Bilasizmi, Navoiyni she'rlarida shuni davom ettirmoqchi edim. Hazrat Navoiyni she'rlarini, g'azallarini, masalan, ruboiylarini o'qisangiz, dostonlarini o'qisangiz, juda ko'pchiligi ishq haqida, bilasizmi? Endi men o'ylayman-da, yo o'sha klassiklarimizni juda ko'p, Navoiydan boshqa klassiklarni masalan Lutfiyni olamizmi, Ogahiyni olamizmi? O'sha she'rlarda ham o'sha ishq haqida kuylanadi-da. Bilasizmi, bu bejizga emas. O'zi insonning o'zi birinchi ishqi Allohga bo'ladi, haqiqiy ishq. Keyin o'zi meni shunday deb o'ylayman-da, keyin endi hayotda masalan kimgadir insonning mehri tushadi. Masalan, mehr kim insonga tushadi, vatanga tushadi, onaga tushadi, farzandga tushadi. Endi mehr, muhabbatning nimalari ko'p. Lekin endi haqiqiy ishq baribir Allohga bo'lgan ish deb hisoblayman. She'rlaringizda siz faqat o'zingiz dardingizni kuylaysizmi yo xalq dardinimi? Yaxshi savol. Ba'zan davralarga borib qolsam, she'rlar o'qiganimda shu o'zimga ko'ngil yaqinlarim sekin nima qilib, bu dardni qanday ko'tarib yuribsan degan savollardan berishadi-da. Inson to'g'ri, insonning yozgan ijodi uning portreti deyishadi. Juda ko'p narsani inson o'zining boshidan kechirganlarini yozadi. Lekin hayotdan ta'sirlanib ham, birovning dardini ko'rib ham, birovning erishmagan muhabbatini yoki bo'lmasam birovning quvonchini, birovning taqdirdagi alamli hodisalarni ham inson o'shani ko'rib, ta'sirlanib, o'zining yuragidan, qalbidan o'tkazib she'r ham yoza oladi. Inson jamiyat bilan hamnafas-ku. Agar bitta insonning faqat o'zining shaxsiy dardlari, shaxsiy hayoti bo'ladigan bo'lsa, u inson mukammal ijodkor bo'la olmaydi men nazarimda. U bevosita bog'liq, jamiyat bilan bog'liq. Butun insonlar bilan bog'liq, atrofdagilar bilan bog'liq. Siz ko'rib yashayapsiz-ku. Biz 20-21-asrda yashayapmizmi? Shu zamonga masalan mos bo'lib yashashimiz kerak. Bundan oshib ketib bo'lmaydi. Shunday ekan bu jamiyatdan o'sha hamma insonlar bilan bog'liq deb o'ylayman. Shu o'rinda Alisher aka, yosh ijodkorlarga nima deya olasiz? Yosh ijodkorlar ilhom izlasinlarmi yoki ilhom bo'lishsinmi? Rahmat, yaxshi savol. Ilhomni hech qachon izlamaslik kerak. Ilhom o'zi kelishi kerak. Bu degani o'sha ijodkor o'zi ilhom bo'lish kerak. O'zi ilhom bo'lish uchun ijodkor ko'p kitob o'qish kerak. Men nazarimda adabiy davralarda, muhitlarda bo'lish kerak. Agar mana shu
adabiy muhit bo'lmasa, inson kitob o'qib o'zini ustida ishlamasa, u ilhom unga kelmaydi. Demak, ilhom o'zi bo'lishi kerak. O'zi sababchi bo'lishi kerak. Yozuvchi Said Ahmad ham aytadilar-ku, shu kuchli yozish uchun juda ko'p kitoblarni o'qidim. Hamma janrlarni o'qib ko'rdim. Albatta. deydilar. Albatta, u shusiz bo'lmaydi, ijod bo'lmaydi. Alisher aka, she'r yozishda, so'zni tanlashda hislaringiz yetakchilik qiladimi yoki tafakkuringizmi? Hislar birinchi o'rinda turadi. Demak, shoirda hislar. Menda shunday. Chunki hissiyot bo'lmasa, odamda tuyg'u bo'lmasa, uni yozgan she'rida mayli tafakkur ham kerak, o'z o'rnida kerak. O'sha tafakkur degani boya o'qiydigan kitoblari, o'sha muhiti, dunyo qarashi, ongi tafakkuri. O'sha ongi tafakkuri kuchli bo'lgan odam masalan yaxshi asar yoza oladi deb o'ylayman. Lekin baribir shoirni, yozuvchini yozishgan asari uchun birinchi navbatda shu hissiyot bo'lishi kerak. Demak, siz bugun o'zingizni qilgan ijodingizdan, yozgan she'rlaringizdan, qilgan ishlaringizdan qaysidir ma'noda rozimisiz? Ko'nglingiz to'ladimi? Albatta ko'nglim to'ladi. Inson, boya aytdim-ku, haqiqiy ish Allohga bo'ladi deb, men agar shu qilgan ishlarim, yashagan hayotim, yozgan asarlarim, chiqargan kitoblarim, shu erishgan yutuqlarim, shu erishmagan yutuqlarim, muvaffaqiyatsizliklarimni noto'g'ri qabul qilsam, undan noshukrlik qilsam, xafa bo'lsam, unda bo'lmaydi. Men hammasiga roziman. Qayta dunyoga kelsam, mana shunday hayot tarzim davom etardi men. Alisher aka, mana shu sizdagi shunaqa she'r yozishga bo'lgan shunaqa talantingiz qaysidir bir farzandingizda bormi? Qizingizdami, o'g'lingizdami? Mana sizga boboyingizdan qolgan. Sizdan ham qaysidir farzandingizda ko'rasizmi ijodkorlikni? Endi o'g'lim G'anisher 3 yildan beri gazetada ishlayapti. U she'r yozmaydi. Har zamonda maqola yozib turadi. Keyin ikkita qizim ham mana Guliston davlat universitetini tugatdi. G'anisher ham shu tugatish arafasida turibdi. 3 ta farzandim bor. Lekin qizlarim ham boyagi maqola yoz desangiz borki, ularda ham o'sha ijodkorlik nimasi bor. Lekin ular jurnalistika, filologiya sohasida o'qimaganligi uchun o'sha maqola ijod bilan shug'ullanmaydi. Lekin men sinab ko'rganman-da. Ular bilan baribir farzandlaringiz bilan muloqotda bo'lasiz. Qani meni she'rimni kim aytadi? Kim mana shu mavzuda bir maqola yozib beradi deb turib men viktorinalar uyda ham o'tkazganman-da, ular yoshlik paytlarida, maktab o'qiyotgan paytlarida. Baribir ularning qo'lidan nimadir yozish keladi. She'r bo'lmasa ham maqola qoralash, badiiy yozish, qatra yozish ularning qo'lidan keladi o'shalasini ham. Endi davom ettiradimi, yo'qmi, uni kelajak ko'rsatadi. Demak, oilangizda ham ijodkorlik ruhi hukm suradi. Shundaymi? Albatta. O'g'lim 11 yosh paytida men Go'ro'g'li degan turkum doston chiqdi. Katta kitob. Mana shu kitoblardan ham qalin-da. Men shu kitobni o'zim sotib oldim-da, xarid qildim-da, o'g'limga, o'g'lim dedim, mana shu kitobni bir o'qib chiq dedim. Go'ro'g'li turkumidagi dostonlarning juda ko'pchiligi mana shunda jam bo'lgan. Shu kitobni o'qib chiqsang, seni hayoting uchun, so'z boyliging uchun, kelajaging uchun bu narsa yaxshi bo'ladi dedim. 12-13 yoshlar payti edi o'g'lim. 2014-yil berdim. Demak 13 yosh ekan. Shunda o'g'lim shu kitobni o'qib chiqdi-da. O'qib chiqqandan keyin negadir men nazarimda tezroq o'qib chiqdi-da. Men bir ancha muddatda o'qisa kerak deb o'ylagandim, tez o'qib chiqdi. Keyin menda shubha uyg'ondi-da, haqiqatan o'qidim yo'qmi deb. O'sha dostonlarni men oldin o'zim o'qib chiqqanman, keyin savol berdim. Bu dostonda qanday voqea hozir tasvirlangan desam, qarasam, o'sha nimalarni aytib beryapti. Demak, bu bilan nima demoqchiman? Insonning o'sha oilada o'sha kitobga, adabiyotga mehr muhabbat bo'lish kerak. Bu qanday soha egasi bo'lishdan qat'iy nazar. Biz o'sha Mehrobodda yashaganimizda qanday yangi kitob kelsa kutubxonaga, tuman markaziy kutubxonasi bizda hududda joylashganda, bolalar kutubxonasi, kattalar kutubxonasi, maktab kutubxonasi, har qanday yangi kitobni men o'qib chiqardim. U qanday soha bo'ladimi? Meni o'sha bugungi erishayotgan har qanday muvaffaqiyatlarimning birinchi poydevori o'sha men o'qigan kitoblarim. Mana kitob haqida gapirib qoldingiz. O'sha davrdagi yoshlar ko'p kitob o'qiganmi yo bugungi kun yoshlarimi? Qiyin savol. Men o'sha davrda o'qigan
nima kim kitobxon bo'lgan, qay darajada o'qiganini javob bera olaman. Lekin hozirgi yoshlar haqida men mufassal ma'lumot bera olmayman sizga. Qanday uni haligi shunchaki solishtiraman. o'zingiz tahlil qilsangiz degandim. Endi tahlil endi u davr bilan bu davrni taqqoslash biroz mushkulda. Chunki hozir raqamli texnologiyalar rivojlangan, internet zamoni, ijtimoiy tarmoq juda rivojlangan. Televideniyani qo'ysangiz 20 ta kanal ishlab turibdi. To'g'rimi? Biz davrimizda televideniyada 2 ta kanal bo'lgan. Demak, kitobdan chalg'itadigan zamon. Ha, hozir axborot juda ko'p. Biz axborot asrida yashamoqdamiz. Hozirgi yoshlar masalan kam kitob o'qiyapti deb men ularni ayblashdan yiroqman. Chunki axborot juda ko'p. To'g'ri, kerak. Axborotni esa keraklisini olish har kimning o'ziga bog'liq. Ha, o'ziga bog'liq. O'sha oilaviy muhitga bog'liq ham. Alisher aka, siz she'rda, mana she'rlaringizni o'qib ko'rdim, ko'p sukutga joy berasiz. Sukut sizningcha og'riqning shaklimi yo tinchlikningmi? Bu og'riqning shakli menimcha. Og'riqning. Ilhom sizga qay holatda keladi? Tinchlikdanmi yoki og'riqli daqiqalarda? Qaysi birida ko'proq? Og'riqli daqiqada ko'proq keladi. Tinch turgan odam bir narsadan Hayotingizda shunchalik ko'pmi og'riqli daqiqalar? endi nimaga unaqa savol beryapsiz? Dil yarasi haqida nima deya olasiz? Qalb yarasi haqida. Endi qalb yarasi inson shu hayoti davomida to'g'ri yo'llarga, ochiq eshiklarga ham duch keladi. Keyin yopiq eshiklarga ham duch keladi. Shoir tabiat inson ko'p ta'sirlanadi. Albatta, o'shani ko'rib ta'sirlanasiz. Masalan, men shoir bo'lmaganimda o'sha hayotdagi nohaqliklar yoki bo'lmasam kimningdir azob chekayotgani, kimning dardiga bunchalik ko'p e'tibor bermasligim mumkin edi. Qo'l siltab ketaverishim mumkin edi. Bu og'riqlar ostida faqat o'zingizning og'rig'ing emas, boshqalarni dardi ham ko'proq sizning she'rlaringizda, albatta, sizning ijodingizda. Shunday bo'lmasa bo'lmaydi. Shoir bo'lish uchun shoir bo'lish his qilish demak. Siz hislardan qochasizmi yoki ular bilan doim yashaysizmi? Hislardan qochib bo'lmaydi. Hislar bilan birga yashash kerak. Hislardan qochish odamni o'zligidan qochish degani. Men masalan shu baxshiyona she'rlar yozamanmi? Meni demak o'zligimda bor. Men zamonaviy she'rlar yozamanmi? Demak men zamonaviy she'riyatdan ham oz-moz xabarim bor. To'g'ri, sizning she'rlaringizda haqiqatda Baxshi bobongizning ham ruhi bor she'rlar bor. Zamonaviy she'rlar bor, she'rlar ham bor. Sevgi, muhabbat, xalqona she'rlar ham bor, Alisher aka. O'sha Baxshi bobongizni aynan o'sha yo'nalishidagi birorta she'rni bizga aytib bering. Yaxshi, xudo o'qib beraman. Albatta, shoir qayerga borsa, muxlislar undan she'r kutishadi-da. Albatta. Baxshiyona degan she'rimni o'qib beraman. Tog'larda buloqning ko'zi bor, maysaning muloyim yuzi bor, bobomning bir aytgan so'zi bor, yigitning iligi to'q bo'lsin, ko'kayi ko'klamday ko'k bo'lsin. Gumburlar tog'larning darasi, chavandoz yigitning sarasi, qaranglar alpomish narasi, kelsa ham qorajon jo'rasi, sir bermas o'zbekning to'rasi, yigitning iligi to'q bo'lsin, ko'kayi ko'klamday ko'k bo'lsin. Mingani g'irotdir, g'ir ko'kdir, 30da 40da yigitdir, 60dan oshganda burgutdir, 80da aytgani o'gitdir, qo'l tutsa changalda bulutdir, yigitning iligi to'q bo'lsin, ko'kayi ko'klamday ko'k bo'lsin. Suluv qiz soch popuk taqadi, yurakka olovlar yoqadi, to'lin oy suqlanib boqadi, tomirda ishq daryo oqadi, darvoza zulfini qoqadi, yigitning iligi to'q bo'lsin, ko'kayi ko'klamday ko'k bo'lsin. Ilhomi keladi bulbulning, ifori taralsa bir gulning, adosi bo'lsin ey sumbulning, bahori yashnasin ko'ngilning, tuyog'i chaqnasin duldulning, yigitning jiligi to'q bo'lsin, ko'kayi ko'klamday ko'k bo'lsin. Bu haqiqatda hozirgi yigitlarga ham motivatsiya beradigan she'r ekan. Haqiqatdan ham mana
Hozir yodimga tushib qoldi. Mahmud Nomozov sizning she'ringizni qo'shiq qilib kuylagan va juda mashhur bo'lib ketgan. Hozirgacha u o'sha mashhurligini yo'qotmagan she'r. Shu haqida aytib bersangiz, qanday shu qo'shiqchi bilan bog'landingiz? Shu haqida aytib bering. Yaxshi savol. Bu she'r 2012-yil fevral oyida yozilgan. Biz Guliston akademik litsey bo'lardi. Men u payt viloyat ma'naviyat ma'rifat markazida ishlardim. Bizni bir ma'naviy ma'rifiy tadbirga kutubxonaga chaqirdi. Fevral oyida edi. Havo sovuq edi. O'sha kutubxonada 2-3 ijodkorlar borib, nimalar bilan, yoshlar bilan ijod qildik. Shunda Juman Bulbulni evarasi deb meni tanishtirishdi. Keyin shu birinchi kitoblarim chiqqan, unda faqat zamonaviy she'rlar chiqqanda, birinchi, ikkinchi kitoblarimda deyarli baxshiyona xalqona she'rlar chiqmaganda. Keyin Demak, yillar ham insonni ulg'aytiradi. yo'q, Tahlilga, tafakkur qilishga baribir yillarni o'z o'rni bor deb balkim o'rni bordir, lekin endi o'sha paytdagi muharrirlarmi yo o'zimni sal jur'atsizligimmi, endi bu she'rlarni nima qilmasdan zamonaviy she'rlar chiqaraman deganman-da, keyin 3-4 kitoblarimga borib o'sha baxshiyona she'rlarimni mana chiqarganman-da, kiritganman. Shu to'liq mukammal bo'lishi kerak degan narsa meni hayolimda bo'lganda, u zamonaviy she'riyatdan kamchilik izlasa ham haligi yuk turibdi-da meni balki yelkamda. Xohlaysizmi yo'qmi shunday, shuni men tasavvur qilaman-da. Bu Juman Bulbulni evarasimi? U demak shunga munosib bo'lish kerak. Baxshiyona she'r yozdimi, folklor xalq og'zaki ijodda yozdimi, o'shanga munosib she'r yozish kerak deb turib, men o'sha hamma yozgan she'rlarimni ham davraga, ommaga ma'lum qilavermayman, kitobga ham kiritavermayman. O'zim uchun yozib qo'yaman o'sha nimalarni. Ularni ham qachondir ommaga yoyinlaysizmi? Balkim vaqt fursati kelar, ular ham o'sha ko'nglim to'lsa, o'shalardan ham, ular ham keyingi kitoblardan ham o'rin olish ehtimoli bor. Keyin nima bo'ldi Mahmud Nomozov bilan? O'sha she'r yozildi 2012-yil fevralda. Shu bilan u she'r o'zi meni bir odatim bor, she'r yozilgandan keyin avvallari 3 oy, 6 oysiz uni o'qimasdim. Hozir zamonaviylashib ketdim. 1 oy, 2 oy ichida boyagi o'sha she'rni men ommaga taqdim qilyapman o'zim. Avval unaqa bo'lmasdi. She'r shunday qilindi, yozildi. Keyin 2013-yilda Mahmud Nomozovning shogirdi bor. Husan Ko'chmurodov degan viloyatimizdagi xonanda. Shu viloyat ma'naviyat ma'rifat markaziga kitob haftaligiga kelib qoldi-da, u haftalik doirasida. Shunda nima qilyapsiz shoir bobo? Yangi she'rlar bormi dedi. Bor-da dedim. Kimga mos she'rlar bor? Qo'shiq qiladigan she'rlarim, siz ham bir qo'shiq bor, she'r yozing dedi. She'rlarda qo'shiq qiladigan hofiz kerak dedim. Keyin aytdim, men Mahmud akaning nomerini sizga beraman dedi. Agar shu baxshiyona she'rlaringiz bo'lsa, Mahmud akaga bir bog'lanib ko'ring dedi. Keyin prodyuseri, Mahmud akani o'sha davrdagi prodyuseri O'ktam Hakimov degan bir do'stimiz bor, qadrdonimiz, o'sha nomerini menga berdi. 2013-yil shu bahor oylarida edi. Keyin men o'sha O'ktam Hakimovga bog'landim. Aka, nima masala dedi. Shu bitta she'r bor, Mahmud akaga mos she'r dedi. Keyin o'sha she'rni tashlab yuboring dedi. Ijtimoiy tarmoq orqali men u she'rni tashlab yubordim. Keyin bir kun o'tgandan keyin menga telefon qildi O'ktam Hakimov. Aka, qayerdansiz dedi. Sirdaryodanman dedim. Ha, yaxshi dedi. Baxshiyona she'r yozibsiz dedi. Siz dedi baribir boshqa yerdan ko'chib kelgansiz dedi. Shu Samarqanddan ko'chib kelganmiz, shu Juman Bulbulni evazi bo'laman dedim. Ha dedi, o'zim ham o'yladim dedi. Bu she'r qo'shiq bo'ladi aka dedi. Boshqa hech kimga bermagansizmi dedi. Yo'q dedim. Unda Mahmud aka Surxondaryodan keladi, 2 kundan keyin, 3 kundan keyin men taqdim qilaman, lekin bu albatta she'r qo'shiq, zo'r qo'shiq bo'ladi dedi. Keyin o'shandan keyin boyagidek Mahmud aka bilan tanishdik. Ular boyagi she'rni qo'shiq qilishdi, studiyada yozishdi, Boysunda borib klip olishdi unga. Men o'zim kutganimdan ham muvaffaqiyatli chiqdi. U 3-4 ta katta davlat tadbirlarida aytildi. Navro'z bayramida, keyin Sharq taronlari festivalida aytildi o'sha yili. Yilning eng hit qo'shiqlaridan biriga aylandi. Mana shunaqa. Qanday jarayonlar kechdi? O'shada Albatta, endi odamni men bir 9-10 ta she'rim qo'shiq bo'lgan, lekin tan olib aytish kerak, shu baxshiyonachalik hech qaysi mashhur bo'lmagan-da. Endi men o'shanda baxshiyona she'rim chiqqanda meni 3 ta kitobim nashrdan chiqib, 4-kitobim nashrga berilgandi-da. 4-kitobim nashrga berilgandi Toshkentda. Keyin u nashr qilindi, olib keldik. O'sha 4-kitobim bilan billama-billa chiqqan. Demak, 4-kitobim
qo'shiq chiqish arafasidami, undan oldin ham oldinroq edimi, adashmasam shu nashr qilinganda, keyin bir davraga borganimizda bir katta, yoshi katta ziyoli inson, Alisher, endi sen ham shoir bo'lding, mana she'ringni Mahmud Namozov qo'shiq qildi dedi. Aka, men ungacha ham 4 ta kitob chiqarganman desam, endi baribir Mahmud Namozov seni she'ringni qo'shiq qildimi, klip qildimi, demak sen endi katta shoir bo'lding deb e'tirof qilinganda. E'tirof baribir insonga kerak, rag'bat, bu e'tirof kerak. Albatta kerak. Hayotda sizni eng ko'p o'ylantiradigan narsa nima? Hayotda eng ko'p o'ylantiradigan narsa nima? Amalga oshmaydigan o'ylar, orzular. Shunday insonning orzulari bo'ladi, uni hayotda amalga oshirishning imkoni bo'lmaydi. Iloji yo'q. Lekin baribir inson orzusiz yashab bo'lmaydi. To'g'ri. Orzusiz yashash bilmadim qanday bo'ladi. Agar vaqtni orqaga qaytarish mumkin bo'lsa, qaysi satringizni boshqacha yozardingiz? Yaxshi savol. Endi bori hozir qanday yozgan bo'lsam shunday yozardim. Uni o'zgartirmasdim. Chunki o'sha satrlarni yozgan paytimda, o'sha yillarda meni o'sha nima deydi? Qalbimdan ketgan hayajonlar, dardlar, og'riqlar, quvonchlar, o'sha paytdagi hayotdan ta'sirlanganlarim o'sha she'rlarda meni asarlarimda mujassam bo'lgan. Men hozirgi kunim bilan 20 yil oldingi she'rimni o'zgartira olmayman-ku. Uni o'zgartirish menimcha kerak emas. Bilasizmi, har bir insonda yozilmagan satrlar bor deyish mumkinmi? Sizda ham yozilmagan satringiz bormi? Yo'q, unaqa menda yo'q. Yozilmagan satr, chunki ilhom bu ilohiy narsa. Uni qay paytda kelishini, qanday she'r yozilishini inson shoirda o'zi ham bilmaydi. Mana misol uchun sizga menga mana shunaqa haqida she'r yozib ber desa, yoza olasizmi yo ilhom kelganda yozasizmi? Men aytaman, mana shunday ham nimalar hayotda bo'ladi-da. Bir tadbirlarga, bir bayram nimalari uni kimlardir iltimos qiladi, bir yaqin odamlaringiz iltimos qiladi, lekin men o'sha juda qiynalaman-da. Men qiynalaman-da. Men qiynalaman-da, men uni yoza olmayman desam, ular mendan xafa bo'ladi. Nimanidir qoralab berishim kerak-da. 4 qatormi, 8 qatormi, o'shanga bir bayram tabrigimi, juda yaqin insoningiz sizdan iltimos qilyapti. Yo sizni qarindoshingiz, yo hamkasbingiz, yo bir ulfatingiz, yo bir davladoshingiz sizdan iltimos qilyapti-da. Chunki she'rlar baribir qalbdan kelib chiqadi-da. Uni unaqangi yozilgan she'rlarni men hech qaysini ijtimoiy tarmoqda ham e'lon qilmayman, kitoblarimga ham kiritmayman. Shunchaki yozib berib qo'yaman. Alisher aka, vaqt siz uchun nimani anglatadi? U o'tmoqdami yoki biz o'tmoqdamizmi? Nima deb o'ylaysiz? Tafakkur qilaylik. Biz o'tmoqdamiz. Nega? Chunki boya aytdim-ku, inson jamiyatdan ayro yashab bo'lmaydi-da. Agar men jamiyatda yashayotgan odamlardan boshqacha fikrlasam, ulardan ilgarilab ketsam yoki orqada qolib ketsam, men o'zim bu jamiyatda yakka yolg'izlanib qolaman. Shuning uchun ham hamma narsasi umumlashgan holda ketadi hayotda. Demak, sizni atrofingizdagilar siz uchun juda qadrli, to'g'rimi? Albatta. Har bitta insonning o'rni bor demak. Har bir insonni har bir insonni qadrlaysiz. Qadrlayman. Rahmat. Sizningcha inson umrining eng katta yutug'i nima? Muhabbatmi, osoyishtalikmi yoki xotirami? Kimlardadir xotiralar juda ham muhim. Mana misol uchun shaxsan men xotiralarimni juda yaxshi ko'raman. Endi men ham o'sha xotirani ham yaxshi ko'raman, to'g'ri. Lekin bilasizmi, xotiralar insonga quvonch bilan birga qayg'uli damlarni ham eslatadi-da. Insonning hayoti bir xil kechmaydi-ku hayot. Hech qachon kechmaydi. Bir xil kechmaydi. Shuning uchun shu osoyishtalik men uchun muhim. Balkim buni 20 yil oldin berganingizda men yoki 10 yil oldin berganingizda boshqacharoq javob berishim mumkin. Yoki 20 yil keyin berganingizda ham men boshqacharoq javob berishim mumkin edi. Lekin hozirgi damda meni shu holatimda, ayni holatimda, ruhiy holatimda osoyishtalik muhim. Mayli ijodingizda, she'rlaringizda og'riqli damlar bo'lsin, lekin hayotingizda osoyishtalik bo'lishini biz ham chin dildan xohlaymiz.
agar hayotingiz rangga qiyoslansa deylik, u qaysi rangda bo'lardi? Yashil rangda bo'lardi. Men yashillikni yaxshi ko'raman. O'zim bahor faslida tug'ilganman. Shu bahor kelaversa, boshqa fasllarda ham men she'r yozganman, lekin bahordagi yozgan she'rlarimni bilasizmi? O'zgartirib bo'lmaydigan, hech kami yo'q, hech qanday bir nuqsoni yo'q she'rlar deb hisoblayman-da o'zim. Men har qanday davrada o'sha she'rlarni o'qishim, e'lon qilishim mumkin. Ko'tarinkilik faslida Demak, baravar. sizga shu bahor fasli yana ham ilhomlantiradi. Albatta. Bahor fasli sizni. Kimdadir kuz, kimdadir qish, sizda esa bahor. Nima deb o'ylaysiz? She'rda dardni ochiq aytish kerakmi? Yoki insonda ozgina sir ham bo'lishi kerakmi? Dardni to'liq ochiqcha aytish ham u afsus nadomatdan iborat bo'lib qoladi. Endi she'riyatning ham o'zining qonun qoidalari bor. Dardni o'sha she'riy shakllarga solib bilish kerak. Dardni she'riy shakllarga solib bilgan odamning she'rlari xalqqa yoqimli bo'ladi, xalq uni tushunadi, o'qiydi. U sodda she'r bo'ladimi? Masalan, Abdulla Oripov she'rlarini ko'ring. O'sha dardni ham juda yuksak mahorat bilan qalamga solgan. Yoki Usmon Azimni olamizmi? Yo'ldosh Eshbekni olamizmi? Muhammad Yusufni olamizmi? Ularning o'sha yoki boshqa masalan shoirlarni Erkin Vohidov masalan she'rlarini oling. O'sha dardni ham juda kuchli ilhom bilan, juda kuchli she'riy tasvirlar bilan tasvirlaydiki, u xalqqa manzur bo'ladi. Onajon degan she'ri bor masalan Abdulla Orifovni. Necha kunki yo'q oromim kelolmayman qushimga, kechalari onajonim kirib chiqar tushimga. Dardli she'r. Lekin uni yoki bo'lmasa haligi bir qahramon jangchining sodiq bevasi degan she'ri bor. O'ta dardli she'r. Lekin butun inson uni yoqtiradi, butun millatimiz, atrofdagilar ham uni yoqtiradi. Yoki Muhammad Yusufni yoki bo'lmasa Muhammad aligini Usmon Azimni she'rlari bor. Qalbga sanchib she'riyatning pichog'ini deydi. Bilasizmi qanday zo'r o'xshatish? Bundan masalan ta'sirlanmasdan, bundan ilhomlanmasdan bo'ladimi odam? Ustoz shoirlardan ko'proq kimni mutolaa qilasiz? Mana hozir shoirlar haqida so'z ketdi. Ustoz, mana misol uchun men Usmon Azimni she'rlarini yoqtiraman, Muhammad Yusufni she'rlari qandaydir meni kayfiyatim yo'q paytidami, shularni she'rini o'qib qanaqadir orom olamanda. Sizda ham qanday? Mana o'zingiz shoirsiz, boshqa shoirlarni. Baribir shoir xalqi kimnidir yoqtiradi. Chin dildan yuragini bir chekkasida bor shoir ustozingiz kim? Endi men 90-yilgacha 90-95-90-yillargacha bo'lgan o'zbek adabiyotida chiqqan kitoblarda deyarli hammasini o'qiganman-da. Nasr yo'lda bo'ladimi, Nazm yo'lida bo'ladimi? Shunchalik menda chanqoqlik kuchli bo'lganki, o'sha maktab o'qib yurgan davrimda, shu haligi oliy o'quv yurtiga kirgancha u men tanlamaganman. Qanday shoir bo'lishidan qat'iy nazar hammasini o'qiganman-da. Hozir o'shandan xursand bo'laman. Nega bilasizmi? O'shalarda ijodidan birinchidan bahramand bo'ldim, ikkinchidan solishtira olaman. Muxlis sifatida. Shoir sifatida bahramand bo'ldim, muxlis sifatida uni solishtira olaman. O'sha solishtira olish insonni ijodida masalan katta rol o'ynaydi. Siz hozir masalan yengil-yelpi asarlarda o'qisangiz, detektiv bo'ladimi, roman bo'ladimi, she'r bo'ladimi, doston bo'ladimi, yengil-yelpi asarda o'qisangiz, xohlaysizmi yo'qmi, ruhiyatingizda o'sha narsa mujassam bo'ladi. Siz o'sha darajada asar yozasiz. Demak, tanlab o'qish kerak. Albatta, keyinchalik baribir tanlab o'qiydigan bo'ldim. Mana Abdulla Oripovning asarlarini, Usmon Azimni, Yo'ldosh Eshbek, Azim Suyin, Muhammad Yusuf, Shavkat Rahmon, Rauf Parfi, Faxriyor. Yana esimga kelmaganlar bo'lishi mumkin. Masalan, men shularda asarlarini juda ham sevib mutolaa qilaman-da. Menga masalan o'shalarda nima deydi, she'rlari, dostonlari, bitiklari juda ham yoqadi. Rahmat. Bugun odamlar shoirlarni tinglayaptimi? Mana haqiqatda internet tarmoqlar bo'lib ketdi. Shoirlarni tinglayaptimi yo ularning she'rlarini tinglayaptimi qo'shiq orqali? Endi qo'shiq orqali she'rlarni ham tinglayapti, lekin shoirlarni o'zlarini ham tinglaydi. U
o'sha 80-yillarda ham bo'lgan, 90-yillarda ham bo'lgan, hozir ham bor, bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Men bunga ishonaman. Chunki tafakkuri bor millat shoirni tinglaydi-da. Ehtirosi, hayajoni bor millat tinglaydi. Men davralarga borib qoladigan bo'lsam, masalan, albatta bitta she'r o'qib bering deydi. Hech bo'lmaganda bitta, ikkita, to'rtlik o'qib bering deydi. U she'r o'qimaydigan davrlar ham bo'ladi. She'rlarsiz biz o'zimizni tasavvur qila olmaymiz. Bizning xalqimiz o'sha tafakkurli xalq. U o'ylaydi odamlar kitob o'qigan ziyolilar she'rni tushunadi, she'rni muxlisi deb. Bu narsa xato. Umuman Oddiy insonlar ham she'rni tinglaydi. Oddiy insonlar ham hayotda umuman oliy ma'lumotli bo'lmasligi mumkin, lekin juda ham she'rni zo'r mushohada qiladi, bilasizmi? She'rni shunaqangi mushohada qiladi. Yaxshiroq shoir bersa, boradigan bo'lsa, masalan, har qanday shoir bo'lsa ham, yaxshimi yomonmi undan she'rni tinglaydi. U agar uni she'r yoqadigan bo'lsa, yana keyingi borganida ham uni she'r so'raydi. Agar uni she'r yoqmasa, xalqni mehrini u zo'rlik bilan yoki bo'lmasam qo'sha ko'rsin bilan mehrini qozonib bo'lmaydi. Keyin o'z-o'zidan o'sha xalq tanlab oladi. Xalq o'zi tanlaydi, saralaydi asarni. Keyinchalik ham shunday bo'lib qolishiga men ishonaman. Alisher aka, bugun haqiqatda biz sizni she'rlaringizni emas, so'zlaringni ham emas, yuragingizni tingladik biz. Vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bizga qanday so'zlaringiz bor? Endi bu hozirgi qilinayotgan ishlar Yangi Sirdaryo va Novoy Sirdaryo gazetalari tahririyati qoshida qilinyapti. Juda savob ish deb o'ylayman-da bu. Mana shu millatning ziyolilarini, turfa soha kasb egalarini sizlar shu intervyular olib, yoshlarni masalan har qatlam, turli qatlam bor. Sizlarda masalan 10 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan men nimani ko'rdim, auditoriyani ko'rdim-da. O'shalardan savol olib, suhbat qilib, ularni birinchidan sizlar targ'ibot qilyapsizlar. Hozirgi ijtimoiy tarmoqlar, internet shu yoshlarga ko'mak beradimi? Ko'mak beradi. Ular uchun katta bir turtki bo'lib, ular katta ijodkor bo'ladi. Agar katta ijodkor bo'lmasa ham bir yaxshi inson bo'ladi. Jamiyatga xizmat qiladigan, ezgulikka xizmat qiladigan o'sha avlod tarbiyalanadi. Katta yoshdagilar uchun ham, o'rta yoshdagilar uchun ham bu rag'bat bu. Buni qilayotgan men faqat qo'llab-quvvatlayman o'sha Yangi Sirdaryo va Novoy Sirdaryo gazetalari tahririyatiga minnatdorchilik bildiraman. Kuzatib boraman, mana shu Telegram kanaliga a'zoman. Mana hozir o'sha yerdagi muhitni ham yaxshi bilaman. Men yoshligimda uyimizga 7-8 ta gazeta jurnal borardi har kuni. Sirdaryo haqiqati deb nomlanardi bu. Albatta shu Sirdaryo haqiqatini masalan boshqa Yangi Ertangi boshqa nimalarni gazetalarni ko'zdan kechirmasdan men maktabga ketmasdim. Ertalab 7 da turib hamma ishlarni qilib 8 da ertalab choyni nonushtalarni qilib bo'lgandan keyin pochtachimiz 8 bo'lmasdan 15 ta kam 10 ta kam 8 da pochta yashikka bizni nimamizni gazeta jurnallarimizni berib ketardi. Men bir ko'zdan kechirmasdan 15-20 minut o'shani tahlil qilmasdan o'qishga ketmaganman, ishonasizmi? Endi bu hozirgi o'sha Sirdaryo haqiqati, eski Sirdaryo haqiqati, hozirgi Yangi Sirdaryo gazetasiga kuzatib boraman. Mana juda katta rang-barang, mana qarangda. Sahifalar, mana maqolalar, keyingi paytlarda juda bir 2-3 yilda juda yuksak o'sish bo'ldi gazetamizda. Bu har qanday respublika gazetasi bilan solishtirsangiz o'shalar bilan raqobatlasha oladigan gazeta. Men faxr bilan ayta olaman. Bu yerda mubolag'ani keragi yo'q. Men bu gazetada hozir faoliyat yuritmayman. Lekin men g'ururlanaman, mana shu faxrlanaman. Mana shu Sirdaryo Yangi Sirdaryo gazetamiz, mana Novoy Sirdaryo gazetasidan men har bittasini chiqib avvalasi nimada ijtimoiy tarmoqda kuzataman. Lekin baribir mana bu qog'oz variantini olib mutolaa qilaman. Ikkita olaman, bittasi ishxonamda, ikkinchisini albatta uyimga olib ketaman. Farzandlarimga ham, oilamga ham mana Yangi Sirdaryo gazetasida shu narsa chiqibdi. Ko'ringlar, ko'rib chiqinglar deb ularga ham tavsiya qilaman. Chunki masalan shu viloyatda yashayapmizmi? Shuni suvdan ichib, havosidan nafas olib, shu jamiyat bizni shoir qilgan, jurnalist qilgan, bizni har bittamizni yetib qadr qilgan jamiyatga kerakli inson qilgan mana shu biz Sirdaryo vohasini biz albatta buni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bahramand bo'lishimiz kerak. Birinchi navbatda mana shu viloyatimizdagi yangiliklardan, mana shu viloyatimizni yuzi bu gazeta. Hammaga o'qishni tavsiya qilaman. Ishlaringga omad tilayman. Rahmat sizga ham bugungi go'zal suhbat uchun. Azizlar, so'z va tasvir loyihasining kelgusi sonlarida uchrashguncha sizlar bilan men jurnalist Xurshida Nishonova.